Hörmetlik YouTube görürmänleri, sizlerge menden otluq salam. Sajidadan otluq salam. Onda bolsa bugün men sizlerge quyaş togrusyda sözlep ötmekçimen, lekin quyaşny sözleşden burun men sizlerge kainattan başlaşım gerek. Yana biraz astronomiya togrusyda sözleşim gerek. Bu astronomi degende astronomi bilen astroloji okşamaydı. Astronomi fakat bilim insanlar taraflarından ispatlangan bilimsel bilimni ko'rsatdi. Masalan, masalan ko'z bilan ko'rgil bo'lgan, masalan isbotlay olgan bilimni ko'rsatdi. Ammo astroloji isbotlay olmagan, dalil bo'lmagan, isboti bo'lmagan, lekin sizning bu osmon jismlari hammasining sizning turmushingizga bevosita ta'sir bo'lgan. Hamda astrolojiyada siz analiz qilasiz. Shuningdek astroloji matematik deyildi. Matematik bilan o'zingiz analiz qilib, undaq bo'lsa falani planet bilan quyoshning o'tirsidagi masalan munosabat masalan orliq yoki ikkisining bulung shakli mundaq bo'lgan vaqtda mundaq bo'libdi, dunyoda mundaq ishlar bo'libdi degandek, buni analiz qiladigan narsa. Shuningdek astroloji bilan astronomiya o'xshamaydi. Ammo astrolojini so'zlash uchun astronomiyadan ayrilolmaysiz. Astronomiya deganda butun koinotdagi shu butun jismlarni ko'rsatadi. Masalan, qaysi jism deymiz shunlashqa astronomiyada. Astronomiyada masalan yulduzlarni ko'rsatadi, galaktiklarni ko'rsatadi, andan keyin toz, yulduz bulutlari, gaz degandek shundaq narsalarni ko'rsatadi astronomiyada. Shunlashqa astronomiya degan vaqtda biz cho'qim bu astrolojini so'zlashdan burun cho'qim biroz astronomiy tarafdan biroz bilimingiz bo'lishi kerak. Hamda astronomiya degan vaqtda bu quyosh bu yer shariga eng yaqin bo'lgan eng yaqin yulduzlarning birisi. Men o'tganki mundarij qismida quyosh sistemasi to'g'risida biroz so'zildim. So'zlagan vaqtda quyosh bilan boshqa planetlar, quyosh sistemasidagi planetlar degan vaqtlarda men quyosh sistemadagi yulduz turkumlari deb xato so'zlagan yerim bo'libdi. Uningga tush kirgizishni xohlayman, chunki quyosh sistemada quyosh bir tane yulduz. Yer shariga eng yaqin bo'lgan ham eng cho'ng yulduz hamda cho'ng tipdagi. Buning atrofida 8 gezigan deydi. Gezigan deganimiz hamda gezigan deganimiz turkcha gap, hamda uyg'urchada planet, sayyora degandek. 8 planet, 8 sayyora bor deb degan. Ammo oxirida bir vaqtda Pluto eng oxirdagi küçük planet, küçük sayyorani chiqarib o'tgan. Chiqarib o'tib keyin ondan bu sayyorning yer shariga bo'lgan munosabati hamda quyosh bilan bo'lgan nemisi, bulunglari nemisi bilan yer shari bilan bo'lgan bulunglari sababidan insonlarga bu yer shariga ta'siri nihoyat cho'ng bo'lgan. Buni masalan shunlashqa uni bir mazgil sayyora tipiga kirgizib yana chiqarib o'tgan. Shunga ba'zi insonlar quyoshning atrofida 8 sayyora bor, 8 planet bor deydi. Ammo yana ba'zi insonlar 9 deydi. Shu 9 deyish, 9, 8 deyishidagi sabab Pluto sayyorasining, Pluto planetining bir zamonlarda bu sayyora bu quyosh sistemasiga tava sayyoralar orasiga olgan va olmaganlik shu sababdan ba'zida 8, ba'zida 9 deydi. Hamda shu gapni oydinlashtirishni tushuncha berishni to'g'ri ko'rdim. Yana birisiga bugun men bu quyoshni so'zlashdan burun bu astronomiya to'g'risidagi bu bilim ichida
kainatdan. Uyg'urchada kainat deymiz. Kainat, jahan, alem deymiz. Onda olsa bu kainat, jahan, alem qandaq deseniz bununki mesela İngilizce'de universe deydi. Mesela İngilizce'de universe deydi, kozmos deydi, bu ne bir sistem deydi. Anaki Hanzu tilida yuju, kendi deydi. Kırmançıda das işleyen sistem deydi. Yıldızlar kanuni degandek. Yıldızlar sistem. Sistem degan bir sistemni Uyg'urchaga tarjima qilolmay qoldim. Okey. Bularning hammasi bu olamda, jahonda bir-birisi bilan bo'lgan tortish kuchi. Tortish kuchi bilan bir milliardlarcha masalan yulduzlarning bir-birisi bilan bo'lgan tortish kuchi sababidan bir orliqqa, bir o'rtamga kelgan, masalan birlashgan bir sistemni ko'rsatdi. Ammo buni biz ko'nglimizda nayta ayon, hammamizning ko'nglimizga ayon. Tilga olmasaqmi, tilga ololmasaqmi yoki olmasaqmi, bu olamning, jahonning, koinotning bir egisi bor. Deb bilamiz hammamiz. Yana birisiga bu koinot qanday paydo bo'lgan, bu jahon qanday paydo bo'lgan, bu olam qanday paydo bo'lgan deb insonlar shuni o'ylashi mumkin. Buni bilim insonlarimi shundoq izlangan. Izlanish jarayonida oxirida bu koinot, jahon dastlabda paydo bo'lganda cho'ng bir portlash sababidan bu portlagan vaqtda nurg'un portlash sababidan paydo bo'lgan deydi. Portlagandan keyin nurg'un yulduz turkumlari yulduzlarga, galaksiyalarga shundoq ayrilgan, portlash sababidan parchalangan, shu narsalar chechilgan, shuning bilan bir olam paydo bo'lgan deb shundoqmi qaraydi hamda portlashdan keyin davomlashayotgan masalan bu markaziy bir nima deb qo'yamiz, qora teshik deb qo'yamizku. Shuningki shuningdan teshig'i qarab davomli kengayayotgan deb qaraldi masalan koinotni, masalan jahonni shundoq deydi. Ammo bu jahonningki unda bo'lsa okey, jahonni bir-biri bilan tortish kuchi orqali bir o'rtamga kelgan yulduzlarning birlashgan sistemni ko'rsatdi deymiz. Unda bo'lsa koinotda, jahonda nimalar bor degan narsa keldi. Koinotda, jahonda nimalar bor degan vaqtda, unda bu jahonda nimalar bor? Masalan, bu jahonda manlar bor deb, masalan biz bor deb o'ylaymiz, ammo bizdan boshqa. Okey, bizmi bor. Lekin bizning o'rnimizni tepishdan burun oldi bilan men sizlarga teshidan ishtiga qarab menishni ko'zday. Masalan, buningda bir video bor. Bu videoni aytishni unutib qoldim. Okey. Masalan, bu masalan bilim insonlarining mushaq tatgan jahonning masalan videosi deb qaraymiz. Videosi deymiz. Endi bu jahonda evrenda bizning biladigan va bilmaydigan trillionlarcha galaktik degan vaqtda Uyg'urchada galaktik deydi ekan. Hanzu tilida Xingxi deganda Xing yulduzniki Xing, Shi tongdagi Shi yulduz sistemasi deb qo'ydi ekan. Yulduzlar ana degan sayyorlar, gaz va chang to'zonlar mushlar bo'ldi ekan. Ya'ni bu koinotniki 4-9%ni o'z ichiga oldi ekan bu galaktikdagi mushu yulduzlar, sayyorlar, gaz, chang to'zonlar degandek mushlarning hammasi faqat dunyo emas, masalan koinot, jahonningki, masalan olamning 4-9%ni egallaydi ekan. Ammo 26-8%ni ko'rinmas modda, qorong'u moddalar deydi ekan, shular egallaydi ekan. 68-3%ni ko'rinmas
enerji. Bu mesela astrolojide biz deymiz-ku, oy biz közümüzge görünmeydi o, bunu sen özün göremeysen, lekin bunun təsirini bilirse, sana təsir qilganligini bilirse, mesela aniqlayamaysa degandek, şu görünmez enerji, qarangı enerji deydiganmiz. Buningdan 68,3% deymi şu kainatdagi. Shuniki kainatning 68,3%ni qarangı enerji ve görünmez enerji qaplaydi ekan. Shundaqla bularning hammasi birlashib qurilgan bo'shliq, vaqt ve energiyani biz alam deydi ekanmiz. Shuning bilan bu alamda mesela okey, galaktiklar bor ekan, yulduzlar bor ekan, sayyoralar bor ekan, gaz ve chang to'zonlar bor ekan. Unda bo'lsa galaktik degan nima degan vaqtda galaktikninki inglizcha atalishida galaxy deydi ekan, hanzuzchada shinshi, masalan yin he, yin degan kumushdagi yin, he daryodagi he, masalan heng shi deydi ekan, masalan heng, masalan shu shinpang bor, heng borgu, shu shinshi, anaki yin he shi deb ataladi ekan. Germanchada galaksis deydi ekan, turk tilida ko'k oda deydi ekan, samon yo'li deydi ekan, deb ataladi ekan. Unda bo'lsa kainatda, ya'ni kainat deymiz, jahon deymiz, olam deymiz. Olam desak biza bizning tilimizga biza masalan davomli anglab turayotgan bir so'zlar qatoriga kirdi ekan. Olam degan oson aqlimizda qoldi ekan. Unda bo'lsa olamda qancha galaktik bor? Alemde biz bu mesela alemde 300 milyardan köp, mesela 300 milyardan köp çoğun tipdeki galaktikler ve 8 trilyon etrafında küçük tipdeki galaktikler var ekan. Daha sonra galaktik şunda köp ekan. Daha sonra galaktikni men dedim bu yulduzlarning sistemi, mesela yulduzlarning türkümü, yulduzlar türkümü deb ataymiz. Ondan sonra galaktikning turlari ve ismlari qaysi deganda galaktik 4 turlik hozirgacha masalan bayqalgan 4 turlik galaktikni nima qilibdi, 4 turga ayiribdi. Galaktikning birinchisi bu yerda men sizlarga ko'rsatay, galaktikninki rasmi. Galaktikninki masalan men ekranda ko'ringandek galaktikninki 4 turli galaktikka ayrildi ekan. Masalan galaktik elliptik galaktik, masalan sol tarafda ko'rsatganimdek, lekin saman galaktik, sirmal galaktik, lekin düzensiz, masalan tartibsiz galaktik hamda siziqliq, masalan siziqi bo'lgan siziqliq yo'lliq spiral galaktik deb 4 turga ayrildi ekan. Unda bo'lsa bu 4 turga ayrilgan bu galaktikninki yaqindan bir qarab boqaylik. Elliptik galaktik. Elliptik galaktik masalan bular elliptik galaktiklar qandaq bo'ldi ekan desangiz, bu buningda asosan yulduzlarninki qonuniyati, masalan bizning shunday qonuniyat, tabiatda qonuniyati deymiz, buni koinotning, olamning qonuniyati deymiz. İnsanlar tug'iladi, cho'ngiydi, tug'ilish, cho'ng bo'lish, yoshlanish, andan keyin o'lim degandek. Bu yulduzlardimi insonlarga o'xshash tug'ilish, büyüyüş, cho'ng bo'lish, andan keyin yoshlanish, andan keyin o'lish degandek shundaq qonuniyati bor. Masalan elliptik galaktik bo'lgan vaqtda buningda asosan yoshlangan yulduzlar, ko'p qismi yoshlangan yulduzlar bo'ldi ekan. Masalan elliptik galaktik bu ko'rinishda bulutsimon, undaq ellips shaklida bo'ldi ekan. Buning markazida bir qora tushuk, qora delik deb qo'ydi ekan, qora tushuk bo'ldi ekan. Bo'lganligini faraz qildi ekan bilim insonlari. Shakli tuxum shaklida, ammo rangi seri
qizil rangda bo'ldi ekan. Elliptik galaktik. Endi masalan qoidasiz, masalan tuzansiz, tartibsiz masalan tartibsiz deymiz, anki ritmsiz galaktik deyildi ekan. Bu ritmsiz galaktik bo'lgan vaqtda bu o'zi shundoqlamaydi. Bir-birisi bilan balkim bir-birisi bilan bo'lgan orliqlari bunday ritmliq bo'lmaydi ekan. Shakli spiral yoki ellips shaklida bo'ldi ekan. Spiral yoki ellips shaklida bo'lishini biz ko'rdik ham, ko'rishni xohlaydi ekanmiz, ammo undaq bo'lmaydi ekan. Spiral va ellips shaklida emasligi sababidan tuzansiz va ritmsiz galaktik deb ataldi ekan. Yulduzlarning davomli bir-birisi bilan, buning ichida yulduzlar davomli bir-biri bilan urilib, so'qilib turdi ekan. Hamda buning ichida yulduzlar balkim ichida yulduzlarning soni oz bo'lg'achqa, boshqa galaktiklarga o'xshash zich bo'lmaganligi sababidanmi bir-biri bilan harakat nimasi qoidasiz bo'ldi ekan. Shunlashqa buni tuzansiz, ritmsiz galaktik deydi ekan. Uchinchisida sarmal galaktik. Galaktikni biz 4 turga ayirgan. Uchinchisi sarmal galaktik. Sarmal galaktik mandaq bo'ldi ekan. Bir-birisi bilan sarmishib kelgan. Masalan, sarmal galaktikning ichida ko'pinchisi Andromeda galaktiki va Samanyol galaktiki bo'ldi ekan. Ayrı bir aylanish shakliga oid bo'ldi ekan. Ayrim bir aylanish shakli o'ziga oid bir aylanish shakli bo'ldi ekan. Markaziy teshig'i markazniki surati masalanga teshig'i qaraganda nihoyat tez bo'ldi ekan. Masalan, sarmal galaktikning markazida parlaqlik bo'ldi ekanda, buni masalanga xanzuda Xinshi He deydi ekan. Hamda galaktik to'planmasi deydi ekan. Buning markazi nihoyat teshig'i qaraganda nihoyat ko'p bo'ldi ekan. Buning ko'pinchisi Andromeda galaktiki bilan Samanyol galaktiki bo'ldi ekan. Sarmal galaktikning ichida. Andan keyin siziqliq bu ekranda hozir ko'rsatamiz. Bu masalan turkchada chabuqli sarmal galaktik deydi ekan, chabuqli sarmal galaktik deydi ekan, ammo xanzuda Tiaowen Luoxuan Xinshi deydi ekan. Siziqliq yo'llari bo'lgan spiral shaklli galaktika bu galaktik. Bu galaktikning sarmal galaktikdan farqi faqat siziqlari va yo'llari bor ekan. Uning bilan sarmal galaktik bilan ikkisi o'xshab ketadi, ammo o'xshamay masalan Tiaowen Luoxuan Xinshi bilan sarmal galaktikning bir ozchiq farqi bo'ldi ekan, hamda farqi nima ekan desangiz, sarmal galaktikda masalan chubuqlari, masalan bunda ayrimchilari, bunda ayrimlari har bir masalan aylanmaning orasida bunda ayrimlari masalan bixlanish, masalan daraxtlarning bundan bari mana bixlari bak jiqqa deymiz-ku, shunga o'xshash bu chabuqli galaktikniki shu sarmal galaktikga qaraganda birozchiq o'zimizning yerlik tilimizda so'zlasak ham chabuqlari jiq bo'ldi ekan, chabuqlari ko'proq bo'ldi ekan. Bu galaktikning shu sarmal galaktikga qaraganda shu farqi faqat siziqlari va yo'llari borligini shunday deydi. Sarmal galaktikning 3dan 2 qismi yo'lliq va siziqliq galaktik bo'ldi ekan. Shunlashqa sarmal galaktikga qaraganda chabuqliq Tiaowen Luoxuan Xinshiga o'xshab ketadigan yeri shu ekan. Masalan, sarmal galaktikning ichida shu siziqliq, yo'lliq galaktiklar 3dan 2 qismini egallaydi ekan. Bu yulduzlarning, bu bölgelerning yulduzlarning tug'ilishi, paydo bo'linishi, shakllanishi, masalan siziq va yo'llarni masalan nima deydi ekanmiz desam, bu yerda nima shundoq siziq va yo'llar bo'ldi deganda, bu yerda xuddi yulduzlarni men avval deb o'tgandek tug'iladi, cho'ng bo'ldi,
yaşlandı, qerib ölüdü deymizqa, hamda tugaydi degandek. Shuningga o'xshash bu yo'llar siziqlarning yerleşken yerdə, məsələn, aşı sızıqlar görünən yerlərdə mushu yulduzlarning tug'ilishi uchun tug'ilish yerlari deb qo'ydik shuni. Tug'iladigan, shakllanishda ayir beradigan, paydo bo'ladigan uyi deb qo'ydik. Andan keyin men o'tgangi vaqtda men yulduz bilan quyosh yulduz dedik. Andan keyin uningki 8-9 gezgeni masalan planeti bor deymiz. Planet yoki sayyorasi bor deymiz. Bu sayyor bilan yulduzlarning buni quyosh sistemasiga kelgan vaqtda ayrim so'zlar. Andan keyin galaktik to'rtga ayirdik. Undan so'ng galaktikning ichida nimalar bor deganda galaktikning ichida yulduzlar va yulduzlar o'rtami, masalan, yulduzlar to'plami deb qo'yamiz-ku yoki yulduzlar tuguni deb ataymiz. Buni hanzuda Xinji Jieji deydi ekan. Bu yulduzlar o'zaro yulduzlarning tug'um, o'lim, ya'ni yulduzlarningki masalan uning ichida yana nebula deb ataldi ekan. Bu yulduzlar gaz va toz bulutlardan tuzilgan masalan yulduzlar buluti deb qo'ydik ekanmiz. Shundoq bir-birisi bilan tortish kuchiga ega bo'lgan qaranliq moddalarni o'z ichiga oldi ekan. Qaranliq moddalarni o'z ichiga shundoq to'plangan bir sistem bo'ldi ekan. Undaqda biz masalan kainotdan galaktikka keldik. Kainotning ichida galaktik, yulduz, toz va dumonlar bor dedik. Unda bo'lsa kainotdan biz nimaga kelgan bo'lsak, unda bo'lsa biz qaysi galaktikda degan savol aqlingizga kelishi kerak. Kelishi mumkin. Biz qaysi galaktikda yashayapmiz? Bizning o'rnimiz nada? Biz bu jahonda, bu olamda men nada deymiz-ku hamda. Bu masalan men nada biz yer sharida, tabiiy biz yer sharida, okey. Ammo yer shari bo'lgan bilan yer shari quyosh sistemasiga tava bo'ldi. Unda bo'lsa quyosh sistemasi qayerda? Deganda u qaysi galaktikda deb deymiz. Unda bo'lsa quyosh sistemasiga biz yer sharida, ammo quyosh sistemasining ichida. Unda bo'lsa quyosh qayerda? Degan vaqtda quyosh qaysi galaktikning ichida degan vaqtda Samanyoli galaktikning ichida. Bizning galaktikamizning ismi Samanyoli galaktik deyildi. Unda bo'lsa buni Samanyoli galaktik bu buning ko'rinishi mana ekranda ko'rsatgandek bu shaklda bo'ldi Samanyoli galaktikniki. Unda bu Samanyol galaktik bu so'z nereden kelgan vaqtda Samanyol galaktikni Yunan davrida Grek tilida Galaktikus ya'ni sütlük çember deb atalgan. Undan keyin Roma davriga kelgan vaqtda bu Yunanliklarning Roma davriga kelgan vaqtda süt yo'li ya'ni Latviya deb ismlantirgan. Hamda bugungi tilimizga kelguncha Samanyol galaktik bugunga qadar 300 milliard galaktik masalan 300 milliarddan ko'p galaktik bor dedik-ku olamda. Shuning orasidagi bir tanesi Samanyoli galaktik. Samanyoli galaktik yerlishim bu Samanyoli galaktik qayerga yerlashgan? Masalan, buni sizlar ekranda ko'ryapsizlar. Masalan, buningki chambarchas mundaq nimqilgan xuddi bir ho'llar o'rab turgandek ko'rindi. Buningda o'rab turgandek ko'rindi. Masalan buningki Samanyol galaktikniki
bu to'rt qo'li bor deb ataydi ekan. Bizning tilimizga tarjima qilsak to'rt qo'l deb ataydi ekan. Uniki birisi Norma, Scutum, Centaurus. Andan keyin Sagittarius deydi ekan. O'q yataqim yulduzi deb bilamiz. Sagittarius deyildi. Andan keyin Perseus. Perseus. Ammo zamonning o'tishi bilan 2005 yilga kelguncha buning to'rt qo'li to'rt qo'li masalan to'rt aylanma deb qo'yamdiq. Ashundaq bo'lgan chambardan masalan o'tirqi nuqtasidan ikkisi tutib, bu ikkisi bo'shtaq aylanish jarayonida to'rt qo'l ko'rindi. Undaqda Norma, Scutum, Centaurus, andan keyin Sagittarius, Perseus deb to'rtga bo'lingan. 2005 yilgacha buning to'rt dona bu aylanmasi to'rt aylanma ko'rinib ekan. Masalan, to'rt xat deb qo'yamiz endi. Ammo 2008 ga kelgan vaqtda xuddi masalan bu to'rt aylanma masalan o'tirsidan bag'ansir teshib qarab kengayish bilan tang ikkiga aylanibdi. Masalan, ikki masalan azlabdi degandek. Masalan, qaysi qavat azlab qaysi qavat ko'payibdi degan vaqtda Norma bilan o'qya taqim yulduzi bo'lgan Sagittarius. Bu ikkisi tovanlab Scutum, Centaurus bilan Perseus bu qatlari o'rlashga boshlabdi. Masalan, o'rlashga boshlabdi degandek, shu o'rlashga boshlabdi degan chiqishga boshlabdi deb bu to'rtdan ikkiga qat soni ikkiga qayrilgan bilan qilinlik darajasi burunqidan masalan ko'payibdi degandek. Masalan, to'rtga ayrilgan ikkiga bo'lib, masalan, to'rt nonni ikkiga bo'lsangiz ikkidan kelsa bir ko'proq kelganga o'xshash shunday bo'libdi. Endi bu Samon yo'li galaktik teshidan ko'ringan qanday ko'rindi deganda ekranda ko'rsatgandek o'ttirsi xuddi bizningki disk. Masalan, Guangpengga o'xshash shundoq o'ttirsi shundoq bo'ldi ekan. Andan keyin biz masalan biz unda olsa bu galaktik Samon yo'li galaktikda biz galaktik olarak Samon yo'li galaktikning ichida ekanmiz. Unda olsa Samon yo'li galaktikning ichida nada Quyosh sistemasi degan vaqtda Quyosh sistemasi dal Perseus. U qo'lning bir selqa Perseus qo'li ko'payibdi deymiz-ku, biz dal shu ovchi yulduz deymiz. Bu ya'ni Orion ovchi galaktik deb qo'ydi. Bu Orion ovchi galaktik. Shu yer bilan masalan markaz bilan ovchi yulduz shuning oraliqida masalan Güneş sistemi ovchi galaktik bilan ovchi galaktik teshidagi galaktikni ko'rsatadi. Markazi shu galaktikning Samon yo'li galaktikning tal markazi. Ammo markaz bilan bu galaktik ovchi galaktikning Quyosh sistemasi orasida hali uzoqlik bor 25 ming kilometrmi tam sonini men keyinchalik deyman. Uzoqligi bor ekanligi. Yerleşim olarak masalan Perseus bo'lgan Orion qo'li ichida, Orionning masalan Orion qaytining ichida deydi ekan. Andan keyin bu 250 milliard yulduzning birsiga masalan Orion Samon yo'li galaktikning markaziga shu Samon yo'li galaktikning markaziga 25 ming yorug'lik yili 25 ming yorug'lik yil uzoqligida bo'ldi ekan. Quyosh sistemasi masalan shu Samon yo'lining markaziga 25 ming yorug'lik yili uzoqligida bo'ldi ekan. Shuning bilan Quyosh sistemasi Orion ovchi galaktikning masalan ovchi qo'lning yeriga keldik. Unda biz Quyosh sistemasining o'rnini topdik. Unda bo'lsa
Quyosh sistemasi bo'lgan vaqtda Quyosh sistemasining ichida bu masalan Quyosh sistemasi bu milk Samanyolu sistemasining ichida dedik. Samanyolu sistemasining ichidagi Quyosh sistemasi nihoyatda cho'ng bir yulduz. Bu yer shariga eng yaqin bo'lgan masalan biz o'zimizning o'rnini masalan Quyosh sistemasining ichida dedik. Unda biz Quyosh sistemasini joylashgan vaqtda degan vaqtda Samanyolu sistemasining ichiga joylashgan. Samanyolu sistemasi qayerda desangiz, Samanyolu sistemasi bu galaktikniki Orion, ovchi yulduz deb qo'yganmiz. Shuning bilan markaz o'rtasiga joylashgan deb atadik. Unda olsa Quyosh unda olsa yulduzlar bilan masalan sayyorlar bu ikkisi qanday farqlandi? Men sizlarga avval Quyosh sistemasiga vaqt so'zlayman dedim. Quyosh sistemasi bilan sayyorlarningki, planetlarningki farqi masalan yulduzniki farqi, yulduz bilan sayyorlarning farqi. Yulduz ichida masalan gaz, markazida masalan davomliq uzluksiz portlash, kuyish qatorliq masalan kuyib turgan masalan energiya hosil qiladigan yadrosida yadro birikmalari bo'lgan, gaz to'plamlari bo'lgan shundoq bir gaz to'plamlari bo'ldi hamda gidrogen kuydirib gidrogenni heliumga o'zgartirdi ekan. Hamda bu energiya ishlab chiqardi ekan. Yorug'lik ishlab chiqardi ekan. Masalan, yorug'lik chiqardi, energiya masalan portlash, kuyish bo'lgan ekan. Bu chuqur undan yorug'lik chiqadi va energiya chiqadi. Energiya masalan, energiya har xil energiya masalan, issiqlikmi bir energiya. Chiqqandan keyin bu yulduzlar shunday bo'lgan. Ammo yer yuzida turib biz masalan osmon qaragan vaqtda bu hammasi yulduz ko'rindi. Bu qaysi yulduz? Masalan, yulduzlar bilan planetlarni qanday farqlantiramiz deb qaraymiz biz. Bizning ko'zimizga hammasi yulduz ko'rindi. Amaliyotda uning ichida planetlar bilan masalan sayyora deb qo'yamiz-ku. Sayyoralar bilan yulduzlar ikkisi farqli bo'ldi. Yulduzlar energiya chiqardi, yorug'lik chiqardi. O'zligidan yorug'lik chiqardi. Ammo planetlar yorug'lik chiqarmaydi, energiya chiqarmaydi. Ammo u yulduzlardan kelgan yorug'likni oladi. O yorug'likni masalan xuddi masalan biz aynakka qaraymiz. Aynakka qarayotgan men, ammo aynak menga aksimni ko'rsatadi. Shu sayyoralar, planetlar aksini ko'rsatadi. Masalan, yorug'likni qaytirish deb qo'yimdik, yorug'likni oladi. Umi yoruydi, ammo yorug'likni oladi. Uningdagi yorug'lik o'zi ishlab chiqargan yorug'lik emas. O yulduzlardan kelgan yorug'lik. Andan keyin masalan energiyani og'uchi masalan yulduzlardan energiyani oladi. Shunga o'xshash yulduz bilan sayyoralarning farqi birsi og'uchi, birsi bagichi. Shundoq bo'ldi masalan Quyosh yulduz bo'lganda yulduz yulduz energiya chiqaruvchi, yorug'lik chiqaruvchi. Ammo planetlar yorug'likni og'uchi, energiyani og'uchi bo'ldi. Shunga pastdan osmon qaragan vaqtda bu atmosferada masalan atmosferning ta'siri bilan yulduzlarningki haqiqiy yulduzlarning uzluksiz kuyayotgan sababidan chiqayotgan yorug'lik masalan davomli izchil yo'q shu bitim turmaydi. Bir yenib, bir o'chgan, bir yenib, bir o'chganda ko'rindi. Bu yulduz. Shunday yulduz bilan sayyoraning farqi bir yenib, bir o'chgan. Yorug'ligi bir yenib, bir o'chgan. Bular yulduzda farqlandirsangiz bo'ldi. Ammo sayyoralarningki, planetlarningki masalan gezigan dedik. Geziganlarningki yorug'ligi davomli o'xshash bo'ldi. Uning yorug'ligi o'chmaydi. Chunki u portlamaydi emasmi? Uningdan kelgan yorug'likni ko'rsatyapti. Shundaqqa yer yuzida turib osmon qarab yulduzlarni farqlantirgan vaqtda yulduzni va planetlarni geziganlarni farqlantirgan vaqtda shundan qarasanglar birsi lap yenib o'chib ko'rindi bu yulduzlar. Ammo faqat o'chmagan
yoruqluqqa şu bittim yoruq tuğan. O gezigen yani planet deyildi. Ular energiya asıl qılmaydı, quyosh nurini qabul qildi va yansıdı. Bu seyyar unda bolsa, quyoshning ichida gaz bor ekan, hidrogen bor ekan, hidrogenni heliumga o'zgartirdi ekan. Unda bolsa, energiya asıl qildi ekan. Uning ichida gaz bilan suyuqlik deymiz. Ammo sayyorlar planetlarning ichida nima bor degan vaqtda, sayyor planetlarning ichida tosh, metal, gaz ular bor. Seyyare planetlar yulduzlarning atrofida aylanib turdi. Xuddi biz masalan kichik balları bo'lgan bir onalarning ballari har zaman atrofida piqirab turganga o'xshaydi. Chunki uningdan bir masalan oladigan elish kerak, uning bog'lanib qolgan degandekchi. Bağlanışlıq bo'ldi masalan. Shunlashqa bu sayyorlar planetlar quyoshning masalan shu yulduzlarning atrofidan ketolmaydi. Shunlashqa yulduz degan vaqtda quyoshmi bir cho'ng yer shariga yaqin bo'lgan samon yo'lidagi birdan 300 milliarddan to'g'ri galaktikdagi 300 milliarddan ko'p bu yulduzlar ichidagi samon yo'lidagi eng cho'ng yer shariga yaqin bo'lgan yulduzlarning biri. Unda biz quyoshga kelgan bo'lsak, quyosh sistemasiga shuning bilan bu shaklda keldik. Koinotdan galaktikdan samon yo'lidan keyin quyosh sistemasiga keldik. Quyosh sistemasining yerlashgan yerini bilib oldik. Unda bo'lsa, ovchi taqimi yulduzi masalan, ovchi yulduz turkumining bilan markaz o'rtasiga joylashgan. Unda bo'lsa, biz quyoshni süzüldük. Quyosh undaq bo'lsa, harakat qilamdi. Bizning ko'zimiz bilan osmon qaragan vaqtda quyoshni harakat qilmaydigan joyda turgan, masalan, osmonda davomli turgan shunda ko'rindi. Quyoshning masalan yo'nalish bo'ladi, masalan, quyosh o'zi harakat qilmaydi, shuning uchun turgandek shunday ko'rindi. Amaliyotda masalan, quyoshning masalan deganda ufq ko'rinishi, andan keyin o'rtada tushdi, o'rtaga kelishi, andan keyin tushdan keyin kun petishga kelishi, andan keyin oqshomda petishi degandek. Bular faqat yer sharininki o'z aksini, o'z markazi atrofida aylanish orqali 24 soat ichida aylanish orqali bu quyoshning harakatini ko'rsatdi. Masalan, quyosh yer shari aylangachqa quyosh shunday ko'rindi. Endi quyosh yer shariga o'z atrofida aylandi. Quyosh o'z atrofida aylanamdi, quyosh jimjit turamdi deb qaraymiz. Masalan, quyosh jimjit turadi. Olamda, koinotda, jahonda hech narsa harakatsiz bo'lmaydi. Hammasi harakat olindi. Masalan, planetlar geziganlar ular harakat qiladi, chunki quyosh bilan quyoshning olgan energiyasi bilan bir-biriga tortish kuchi orqali umumiy ondan olgan energiya bilan harakat qildi. Agar quyoshning energiyasi bo'lmasa, butun hammasi paramparcha chechilib ketadi. Markaziga tortib turgan bu yulduzlar masalan quyosh sistemasilar masalan biz endi bundan keyin quyosh sistemasini so'zlagandan keyin quyoshda kerak markazlashib so'zlayman. Shu vaqtda quyosh hammasini tortib turg'uvchi kuch quyoshda. Ammo qarshidagi planetlarningmi uningdan olgan kuch bilan energiya bilan uningdan bir tortish kuchi bo'ldi. Quyosh bilan har bir geziganlar o'rtasida bir tortish kuchi bor. Energiyaning birisidan olgan, birisining bergan degandek olma berma shunlashqa olgan bergan olmoq va bermak qonuniyati bor desak bo'ldi. Quyosh o'z atrofida aylandi. Bizning ko'zimiz ko'ringan vaqtda xuddi yer shari o'zining aksini, o'zining markazi atrofida aylanib, xuddi vals o'ynagandek aylanib, quyoshning atrofini aylangandek, quyoshmi o'z atrofini aylanib, o'zi ichida ham aylandi, hamda zodiakda bir aylandi. Zodiak bilan tang samay yo'lining chambirini bir aylanib chiqadi. Quyoshninki
Masalan, Quyoshninki Samanyol atrofini bir aylanib chiqishi 200 dan 250 million yil ketadi. Quyoshning Samanyol atrofini aylanib chiqish uchun, bir aylanib kelish uchun 200 dan 250 million yil ketadi. Andan keyin Quyosh ichida gaz va plazma to'plari deb qo'ydi. Masalan, bular bo'lganligi uchun ekvatordan, masalan, qutblarga qarab, masalan, Quyosh o'zining markazidan qutblarga Quyosh, masalan, mundaq gaz va plazmalardan bo'lg'achqa Quyosh suyuqlik mundaq, masalan, usti-ostiga mundaq nim qilib turdi, harakat qildi. U faqat joyidan muqim turgan narsa emas. Masalan, qattiq jisim bo'lmaganligi uchun u qutblarga qarab, masalan, aylanish, o'z atrofini aylanib, mundaq ustiga mundaq aylanib, mundaq pastga tushib degandek mundaq bo'ldi. Shundoq bo'lish jarayonida shu o'z atrofini aylanish uchun 25 kundan 35-36 kun atrofida bo'ldi ekan. Shu ketadi, o'z atrofini aylanish ketadigan vaqt. Shunday bo'lganda Quyoshning dal o'zining mundaq ekvator aylanmasini aylanish uchun 25 kun ketsa, bu eng ustidagi qutblarga chiqquncha 35-36 kun ketadi ekan. Shunday bo'lganda dunyo kuni deb qo'ydi. Shundoq surdi deydi ekan. Andan keyin bu Quyosh to'g'risida yana so'zlanganlardan Quyosh zodiak deb qo'yamiz. Zodiak degan nima degan vaqtda, sizlarga zodiak degan nima degan vaqtda, zodiak inglizchada zodiak deyildi ekan, uyg'urchada burch. Masalan, Hanzu tilida masalan, Shinzu, masalan, yulduz turkumi. Germanchada Tierkreis deyildi. Unda olsa Quyosh zodiak atrofida, zodiak Quyoshning atrofida aylanamdi yoki Quyosh zodiakning atrofida aylanamdi degan bir fikr paydo bo'lib qolishi mumkin. Undaqda Quyoshninki mangadigan, aylanadigan yörüngisini, masalan, yo'lini deb qo'yamiz. Quyoshning yo'li deb qo'yamiz. Quyoshning yo'lida masalan, bu yulduzlar turkumlari bor. Bu yulduzlar turkumini bir aylanib chiqish uchun 1 yil ketadi. Har bir yulduzlar turkumini 30 kunda bir aylandi. 30 kunda bir, masalan, xuddi bir elips shakllik bir qal'ani ko'z oldingizga keltiring. U qal'aning yörüngisi, masalan, aylanishi, Quyosh bu qal'aning ichida shunday aylandi. Aylanib turib, Samay yo'lini cho'ng shaklda yana bir aylanib chiqadi. Shunday bo'lganda zodiakni aylanib chiqish uchun, bu zodiakni bir aylanib chiqish uchun 1 yil ketadi. Bir dunyo yili ketadi. Bir dunyo yilida, masalan, bu har bir zodiak burch, zodiakning har birisida, masalan, bu zodiakni 1 yil ichida aylansa, undan so'ng 1 yilda 12 oy bor. 12 oyga bo'luvdan zodiakni 12, masalan, bir pizza deb o'ylasangiz, bu pizzani 12 parchaga bo'lib, 12 parchaning har bir parchasi 30 graddan tutishadi. Masalan, 30 graddan putiladi, masalan, bo'lindi. Shunday bo'lgan vaqtda Quyosh bu 30 gradlik har bir burishni, masalan, yulduz turkumini 1 oyda tamomlaydi. Masalan, aylanish vaqtida dunyo kuniga, dunyo oy, dunyo vaqti bilan hisoblagan vaqtda 1 oyga bo'ldi. Shunday bo'lganda Quyosh zodiakni aylanishi 1 yil ketadi. Ammo bu Quyosh zodiakni aylangan bilan, bu Quyoshning yana balları bor. Buni Quyoshga bog'liqlik, geziganlar, planetlar bor. O gezigan planetlar Quyosh bilan teng, shuning atrofida aylangach, shu bu
Quyoshning atrofida masalanga quyoshga bog'liq ular harakat qilib turdi shu quyoshga bog'liq, ammo quyoshning yurgisidan chiqatmaydi bu zodiakda. Shuning bilan bu quyoshning aylanib chiqishi bir yil ketgan bo'lsa, u bir yil jarayonida bu quyoshning geziganlari bo'lgan, planetlari bo'lgan, sayyoralar bo'lgan, masalanga Merkur, Venus, Yer shari, Dünya, Mars, Jupiter, Uranus, Neptun, Pluto, Saturn. Bularning hammasi, bu sayyorlarning hammasi quyosh bilan teng harakat qildi. Chunki uningga bog'liq emasmi? Bu energiyasi, tortish kuchi uningga bog'liq bo'lgankin, bu zodiakni aylanib chiqdi. Zodiakni aylanib chiqqan vaqtda bir yil bu quyoshning aylanib chiqishi uchun bir yil ketadi. Qolgan sayyorlarning hammasining o'zining tezligi, sur'atiga bog'liq bu zodiakni aylanib chiqishi o'xshamaydi. Masalan, Merkur bir yilga yaqin zamonda zodiakni tang. Masalan, Merkur bilan Venus quyosh bilan har zaman yeniga eng yaqin gezigan bo'lganligi uchun dunyoga qadar masalanga dunyomi masalanga bir yilda bir aylanib chiqadi quyoshning atrofini. Quyoshmi zodiakning atrofini bir yilda bir aylanib chiqdi. Bu yergacha masalan bir yil ichida bir bo'ldi. Ammo dunyodan keyin Marsningki sur'ati bu dunyoga o'xshash tez emas. Bu sayyorlarniki. Masalan, Jupiterning sur'ati buningdek tez emas. Shunlashqa har bir sayyorlar quyoshga bog'liq, ammo zodiakni aylanib chiqish vaqti quyosh bilan o'xshash bo'lmaydi. Lekin zodiakni aylanib chiqishi masalan Jupiterningki 12 yilda bir aylanib chiqadi. Masalan, Saturningki 29,5-30 yil ketadi zodiakni aylanib chiqish uchun. Masalan, Uranus 84 yil ketadi zodiakni aylanib chiqish uchun. Nima uchun bular zodiakni aylanadi degan vaqtda? Chunki quyosh zodiakni aylanish orqali aylanib turib, xuddi bir peqrash, valsni peqraymiz-ku. Shu peqrash orqali samo yo'lini bir aylanib chiqadi. Chunki quyoshmi, bu galaktikmi samo yo'lining markazini bo'ylab qolgan vaqtda, chunki asosli kuch, bir kuchga bog'liq. 11 tortish kuchi bilan bog'liq. Shunda bo'lgankin shu sayyora samo yo'lini aylanib chiqish jarayonida masalan 200 yildan 250 ming yil dedikmi, 250 million yil ketgan bilan quyosh zodiakni tang aylanadi. Xuddi o'zi peqrab turib aylanganga o'xshash. Dunyoda, jahonda, butun olamda hamma jism, hamma masalan yulduz deymiz, sayyorlar deymiz, ko'ringan va ko'rinmagan hammasi harakat olindi. Hech bir narsa to'xtab qolgani yo'q. Butun sayyorlar, yulduzlar harakat qilish orqali peqraydi. Chunki ularda harakatlanish orqali tortish kuchi orqali tortish kuchi va harakat bo'lgandan keyin bular jim turolmaydi. Jim turish imkoniyati yo'q. Andan keyin bu keyincha hamda hozir men quyoshni so'zlab o'tdim. Quyoshning ichidagi masalan quyosh davomli portlab turdi. Yulduz bo'lganligi uchun. Quyoshning zodiakda masalan zodiakni 12 ga bo'lgan dedim. 12. 360 grad. Bu 360 gradni 365, 366 mushkullarda quyosh aylanib chiqadi dedik. Quyosh bilan tang boshqa sayyorlar ham aylanadi dedik. Unda bo'lsa, bu zodiak degan nima desangiz, zodiak deganimiz men avval so'zlab o'tgandek, zodiak yulduzlar turkumining masalan quyosh atrofidagi yulduzlar turkumi. Quyoshning aylanib chiqadigan yulduzlar turkumi
deb quyoshning yo'li, quyosh yo'lidagi, quyoshning aylanma yo'lidagi zodiak yulduzlar turkumi deb qarasangiz bo'ldi. Unda bo'lsa bu yulduzlar turkumida qancha yulduz turkumi bor deganda 12 yulduz turkumi hozircha biz bilgan 12 yulduz turkumi bor deymiz. Bu burchlar turkumi deymiz. Masalan, Hanzuda Shinzo deb qo'ydi, o'sha turkum bor deymiz. Bu Shinzolarninki har bir 30 gradda bir bular bulun, masalan 30 grad, har birisini 12 ni her bir yulduz turkumi masalan 12 yulduz turkumi her bir yulduz turkumida quyosh 30 kun tura oladi. 30 kun turdi masalan 30 kun turdi deb qo'yamiz taxminan, chunki har bir gradni masalan bir kunda 1 grad ilgirlaydi deb taxminan shundoq deymiz. Shunday bo'lgan vaqtda bu zodiak burchlar turkumi, yulduzlar turkumi biz buningga hozir keldik. Endi quyoshni aldığımız gapda quyoshni bu zodiakdagi yulduz turkumlarga akilib turib har bir uyga kelgan vaqtidagi masalan astronomiyadan biz endi chiqamiz. Quyosh endi zodiakdagi bu har bir yulduz turkumiga kelgan vaqtdagi bizning astrologiyadagi analiz qilishimiz, bizga bo'lgan ta'siri, bizde qandaq ifadeler buldu mesela biz insanlarga bo'lgan ta'siri qandaq. Bu burundan hozirgacha mesela insanlar qandaq analizlarni qilgan. Bu quyosh mushu yulduz turkumiga kelgan vaqtlarda olamda qandaq ishlar bo'ldi, dunyoda qandaq ishlar bo'ldi, qandaq ishlarga sabab bo'ldi masalan, qandaq ishlar o'rtaga chiqdi degandek shundoq analiz va matematikalik hisoblashlarni endi oldimizga haftadan boshlab boshlaymiz. Undan sonra bugungi so'zlashim mishagichi bo'lsin, lekin sizlarga men hozir Samanyolu'nun yana bir resim bor, nihoyatda go'zal. Samanyolu sistemasining buni sizlarga ko'z tutish bilan bugungi darsim, bugungi so'zlaydiganim mushu yerda oyoqlashdi. Anglag'ininglarga rahmat. Hammanglarga mendan sog'lomlik, huzur oilanglarga. Təbriklər ketdi, salamlar ketdi. Unda olsa, yana bir haftada görüşkəcə aman bulunlar. Anlap bəgininglarga rahmat. Agar araliqlarda so'raydigan savollaringlar bo'lsa yoki meningki so'zlash jarayonida mujmal bo'lgan so'zlarim bo'lsa yezib qo'ysanglar bo'ldi. Sizlardan qandaq bir qaytarma savollar kelgan vaqtda uningdan nihoyatda xushallik bilan men bu tang araştırma masalan uni qaytadan munozir qilma. Ondan sonra sizlarga güzel yakshanba tilayman. Hammanglar salomat bo'linglar. Xayr xo'sh.